Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Abu Ali ibn Sino haqida hech qayerda eshitmagan ma'lumotlaringizni berishga harakat qilaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bu qilgan yordamingiz videoni ko'proq insonlarga yetib borishda katta rol o'ynaydi. Abu Ali ibn Sinoning diniy e'tiqodi islomdagi Shia yo'nalishining Ismoiliylar oqimidan ajralib chiqqan karmatlar oqimiga xos bo'lgan. Ibn Sinoning Buxorodan Xorazmga ketishiga sabab bo'lgan narsa ham uni Ismoiliylar oqimida ekanligi edi. Buxoroda hukmronlik qilayotgan Somoniylar sulolasi hukmdorlari sunniy ulamolar bosimi ostida Ismoiliylarni quvg'in qilishgan, qatl qilishgan. Mashhur shoirlar Rudaki va Firdavsiyning e'tiqodi ham xuddi Ibn Sino singari karmatlar oqimiga xos bo'lgani uchun quvg'in qilingan. Karmatlar islom diniy marosimlarini, ro'za, zakot, hajni tan olishmagan, yerga jamoa, ya'ni umumiy egalikni targ'ib qilishgan. Karmatlar Abu Bakr, Umar va Usmon roziyallohu anhuni tan olishmagan. Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin Ali roziyallohu anhuni tan olishgan. Karmatlar oqimi dastlab Iroq, keyinchalik Bahrayn hududida yuzaga kelgan. Karmatlar Abbosiylar xalifaligiga qarshi kurash olib borgan. Karmatlar davlati asosan dehqon va hunarmandlardan tashkil topgan. Ular jamoaviy tenglik asosida yashashni targ'ib qilishgan. Foizga pul berishni taqiqlashgan. Turli dinlarning e'tiqodiga ham o'z hududida ruxsat berishgan. Karmatlar davlatida insonlarning ishlab topgan pullari davlatga, ya'ni umumiy xazinaga o'tgan. Keyin barcha odamlarga bir xilda taqsimlangan. Nisbatan zarur odamlarga ko'proq pul berilgan va asosiysi odamlardan hech qanday soliq olinmagan. Karmatlar davlatida qo'llanilgan bu tizimni Yevropada islom sotsializmi deb ham atashadi. Ibn Sino ham xuddi karmatlar singari jamiyatda barcha teng yashash kerak deb hisoblagan. Jamiyatni odil podsho boshqarish kerak deb hisoblagan. Ibn Sino nohaqlikka, adolatsizlikka chidolmaydigan to'g'ri so'z odam bo'lgan. Shuning uchun Mahmud G'aznaviy G'aznaga taklif etganida Beruniga qo'shilib bormay, Xorazmdan chiqib ketgan. Masalan, Hanafiylik mazhabi asoschisi Abu Hanifaga Xalifa al-Mansur xalifalikning bosh qozisi vazifasini taklif etganida Abu Hanifa rad etgan va zindonga tashlanib qiynab o'ldirilgan. Ibn Sino xuddi shunday holat boshiga tushishini bilib, Xorazmdan chiqib ketgan. Ibn Sino Ka'bani butparastlik ibodatxonasi deb hisoblagan. Agar Xudo osmonda yoki makonsiz bo'lsa, uni uyi yerda bo'lishi mumkin emas deb hisoblagan Ibn Sino. Baqara surasi 115-oyatda shunday deyilgan: Alloh taoloning mulkidir mashriq ham, mag'rib ham. Bas qaysi tarafga yuzlansangiz, o'sha tarafdadir Alloh taoloning yuzi. Ya'ni namoz o'qish uchun Ka'ba joylashgan tarafni qidirib yurish shart emas. Xohlagan tarafga qarab o'qisangiz ham Xudo namozingizni, iltijoingizni qabul qiladi deb hisoblagan Ibn Sino. Lekin ko'pchilik sunniy ulamolar bu oyatni qiblani Masjidul Aqsodan Makkaga o'zgargani haqida deb tafsir qilishgan. Ibn Sino esa sunniy ulamolarning hech bir tafsirini tan olmagan. Ka'ba to'g'risida Ibn Sino quyidagicha fikrlagan: Ka'baning burchagida joylashgan qora tosh odam ato orqali yerga tushirilganligiga, keyin Ibrohim alayhissalom orqali qora toshni Ka'baga biriktirilganligiga ishongan Ibn Sino. Qora toshni muqaddas tosh sifatida asrash kerak deb hisoblagan. Lekin Xudo bir tarafda qolib, qora toshga odamlarni sig'inishini qattiq qoralagan Ibn Sino. 930-yilda Abu Tahr al-Jannabiy boshchiligidagi Bahrayn karmatlari Makkaga hujum qilib, qora toshni o'g'irlab ketishadi. Ular Ka'baga sig'inadigan odamlarni butparastlar deb hisoblagan. Ibn Sino karmatlarning qilgan bu ishini ochiq-oydin qo'llagan, ularni o'ziga g'oyaviy ideal qilib olgan. Ibn Sino 4 ta dastlabki xalifadan faqat Ali roziyallohu anhuni tan olgan. Kelinglar buning asosiy sababini ko'rib chiqamiz. Abu Bakr roziyallohu anhu xalifa qilib saylanganidan keyin 10 kun o'tgach, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qizlari Fatima roziyallohu anhu
o'z yordamchilarini xalifa huzuriga yuborib, undan o'z otasi, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan qolgan xurmozorlardan o'z ulushini talab qiladi. Abu Bakr roziyallohu anhu Fatima roziyallohu anhuga xurmozorlarni berishdan bosh tortadi. Fatima roziyallohu anhu bundan juda qattiq xafa bo'ladi va Abu Bakr roziyallohu anhu bilan umuman gaplashmay qo'yadi. Keyin Umar ibn Xattob xalifa Abu Bakr roziyallohu anhuning buyrug'i bilan o'z askarlarini olib Ali roziyallohu anhuning uyiga kelishadi va Umar roziyallohu anhu payg'ambar kuyovi va qiziga buyruq ohangida shunday deydi: uyingizdan chiqib Abu Bakr roziyallohu anhuning xalifaligini tan olinglar, bo'lmasa uyingizga qo'shib sizlarni tiriklayin yoqib yuboraman. Lekin ular Umar roziyallohu anhuning gapini rad etishadi. Umar roziyallohu anhu esa o'z askarlari bilan Ali roziyallohu anhuning uyini eshigini buzishadi. Buzilgan eshik Fatima roziyallohu anhuning ustiga qulab tushadi. Ali roziyallohu anhuni esa askarlar yiqitib, Abu Bakr roziyallohu anhuga qasamyod qilishini talab qilishadi. Shundan keyin Fatima roziyallohu anhu kasallanib qoladi va o'lim to'shagida eri Ali roziyallohu anhudan iltimos qilib, agar o'lsa uni kechasi qabrga qo'yishini aytadi. Kunduzi dafn qilinsa, Abu Bakr roziyallohu anhu eshitib janoza namoziga kelishini xohlamaydi. Ya'ni Fatima roziyallohu anhu o'lim to'shagida yotsa ham Abu Bakr roziyallohu anhu kechirmagan. Ibn Sino Xudoga sig'inish, islom diniga e'tiqod qilish faqat namoz o'qish, haj, ro'zadan iborat emas deb hisoblagan. Dastlab insonlarni birlamchi ehtiyojini qondirish kerak deb aytgan. Ya'ni odamlarni qornini to'ydirish, ularni kiyintirish kerak, keyin e'tiqodni talab qilish kerak deb hisoblagan. Bu to'g'risida Qur'on Karimda va hadislarda juda ham ko'p ma'lumotlar kelgan. Ibn Sinoning fikricha, inson faqat o'ziga g'amxo'rlik qilmay, boshqa odamlarning ehtiyojlari va muammolari haqida ham o'ylash kerak deb hisoblagan. Hech kim so'ramasa ham yordam berib, fidokorona xizmat qilishga tayyor turish kerak deb hisoblagan. Abbosiylar xalifaligi va G'aznaviylar davlatidagi hukmron elitaning mehnatkash aholini qiynashi, ularni turli yo'llar bilan manipulyatsiya qilishini qattiq tanqid qilgan Ibn Sino. Bu xuddiki qadimda Yevropada tarqalgan Rim sirkiga o'xshagan siyosiy o'yin hisoblangan. Bu siyosiy o'yinga ko'ra, qadimda Rimda imperatorlar oddiy aholini asosiy muammolardan chalg'itish uchun amfiteatrda gladiatorlar jangini o'tkazishgan. Rimning barcha aholisi amfiteatrda bo'ladigan jangning muhokamasi bilan band bo'lishgan. O'yinlarda g'olib bo'lgan jangchilarni imperator katta mukofot bilan taqdirlagan. Tushunyapsizmi mantiqni? Imperator xazinasida 100 ming nafar kambag'al odamning hayotini yaxshilash uchun yetarli miqdorda oltin bo'lgan. Lekin imperator o'yinlarda g'olib bo'lgan 10 nafar jangchini katta miqdorda mukofotlab, xalqni kambag'al yashashga ko'niktirib, asosiy muammodan chalg'itgan. Rim imperiyasidagi shunday manipulятsion sistema keyinchalik Abbosiylar xalifaligi, G'aznaviylar davlatida ham boshqaruv uslubiga kiritilgan. Ibn Sino esa bu sistemani tanqid qilgan. Ma'lum bir tumanda 100 ming nafar odam yashasa, tuman hokimi har oyda 10 nafar odamni katta miqdorda oltin bilan taqdirlasa, boshqalarga shu narsani o'rnak qilib ko'rsatib, odamlarni asosiy muammolardan chalg'itsa, qolgan odamlar ham shu narsani odatiy qabul qilib aldanib yurishini ko'rib, jahli chiqqan Ibn Sinoni. Ya'ni Ibn Sino jamiyatda umumiy tenglikni targ'ib qilgan. Ya'ni ma'lum bir tumanda 10 ming nafar odam yashasa, ularning har oy ishlagan pullari umumiy xazinaga yig'ilishi kerak. Keyin har bir odamga teng taqsimlanishi kerak. Hech kim kambag'al och-nahor yashamasligi kerak deb hisoblagan. Jamiyatda odamlarga foizsiz qarz berilishi kerak deb hisoblagan. Odamlardan soliq olinmasligi kerak deb hisoblagan Ibn Sino. Birinchi o'rinda insonlarni birlamchi ehtiyojini qondirish, keyin e'tiqodni talab qilish kerak deb hisoblagan. Albatta Ibn Sinoning bunday ratsional fikrlashi hukmron elitalarga yoqmagan. Ibn Sinoni xudosiz kofir dahriga chiqarishgan hamma. Ibn Sino esa bu tuhmatlarga qarshi o'zining mashhur gapini aytgan: "Agar men kofir bo'lsam, bu dunyoda bitta ham musulmon yo'q ekan", degan Ibn Sino. Ya'ni Ibn Sino davrida qiyosan 10 millionga yaqin musulmon bo'lsa,
ularni hech birini musulmon sifatida tan olmagan Ibn Sino. Dunyoda faqat bitta men musulmonman deb aytgan. Qolganlarni islom dinini, Qur'onni, Xudoni tushunmaslikda ayblagan Ibn Sino. Ibn Sino qomusiy olim bo'lgan. Nafaqat tibbiyot, balki boshqa fanlarni ham mukammal egallagan. Ibn Sino desa hozirgi odamlarning xayoliga muloyim olim keladi. Lekin aslida Ibn Sino bilimi haddan tashqari kuchli, cho'rtkesar, dangal odam bo'lgan. Turli xil diniy yig'ilishlarda katta diniy ulamolarni, shayxul islomlarni bahsda yengib qo'ygan. Shuning uchun Ibn Sinodan qo'rqishgan, uni quvg'in qilishgan, uni kitoblarini yoqishgan. Ibn Sino o'zini shiyalarga yoki sunniylarga mansub deb hisoblamagan, o'zini musulmonman deb hisoblagan. Lekin uni diniy e'tiqodi shiya qarmatlarga o'xshash bo'lgani uchun keyinchalik uni qarmatlarga mansub deb atay boshlashgan. Videodagi ma'lumotlar muallif tomonidan betaraf tarzda tayyorlandi.